Assalomu alaykum. Mana biz hozir kasb ko'nikmalar markazi Jondor tumanidamiz. Mana bu yerda mana ustozlarimiz. Avvalambor ustozlar, assalomu alaykum. Ustozlar yordamida mana xabaringiz bor. Respublika prezidentining Surxondaryo viloyatida bo'lganlarida limonchilikni yanada rivojlantirish va limon 5000 gektar yerga limon zorlarini tashkil etish bo'yicha bergan takliflardan keyin mana bu maktabimiz rahbariyati tashabbus bilan chiqib, mana shu kunning o'zida mana shu yerda 1000 tubdan ortiq qalamchalarni qadab, xudo xolasa davlatimizni o'sha tashabbuslarini, prezidentimizni tashabbuslarini qo'llab-quvvatlagan holatida mana qalamchalarni qadadilar. Bu qalamchalarimiz xudo xolasa 2-3 oyda kurtak o'tib, o'zi bo'yaga yetgandan keyin albatta buni biz deylik mana shu yerning o'zidan kamida bir markazimiz o'zidan xudo xolasa 1 gektar yerga yetadigan limon ko'chatlarini tayyorlashni biz o'z oldimizga niyat qilib olganmiz. Ustoz, shu vaqtda ham bir gapirib o'ting. Endi xudo xolasa ko'chalarni o'tkazamiz. Nima deydi, bu ham kichik tadbirkorlik markazimizda ishida mana shunday tadbirkorlik boshlayapmiz. Xudo xolasa Alloh xayr bersa agar, bardavom bo'lsa agar, mana shu kambag'al qisqartirish, kambag'al oldini olish bo'yicha ham ancha bir tajribaga ega bo'lamiz. Chunki buni har bittasini sotishda ham o'zi aytganda har donasi falon pul. Buni oddiy xalq o'rgatsa agar, shu yo'l bilan ham oddiy bir daromad kiritishni yo'llarini topgan bo'lamiz. Xullas biz o'zimizni o'quvchilarimizga, talabalarimizga endi limonchilikni nafaqat daraxtlari, bog'lar haqida, endi limon ko'chatlari, sitrus ko'chatlari yetkazish haqida ham demak mukammal bilimga ega mutaxassislarni chiqaramiz. Shunday.